qirollik oilasidagi Aventus Creed. Ko'pchilik biladi. Yana ma'lumot sifatida qo'yibman. Yana sotuvga kelgan. Ko'pchilik biladi buni. Ananas, qora smorodina, qisman koja, sitruslarni o'zini ichiga olgan. Jiddiy bitta ta'rif bor. Dollar, ya'ni pulli hidi bor deyshadi. Imенно qog'ozlar bilan, dokumentlar bilan ishlaydigan auditoriya yoqadi. Haqiqatan zo'r parfyum. Hop, qaranglar. Sotuv kelganda aytayapman, 5 gram 550 ming. Obzor bu haqida emas. Buni bir chekkaga bundan qo'yib turamiz. Aventus Creed'ni Kolon 2018-yil chiqqan lineykasini juda ko'pchilik bilmas ekan. Qisqa video ma'lumot berib ketmoqchiman. Bu bilan buning farqi nimada desanglar, ko'rib turganinglarda, bu yana ham shaffof, yana ham freshman deb turibdi. Bizani iqlimda bu yog'iga kunlar sivyapti, xudo xolasa, xuddi shu hidni yana ham muzlatilgan, ko'lon qilingan varianti. Bismillahirrohmanirrohim. Buni sepib mana buni yaxshi ko'rsanglar, buni ham sevib qolasizlar. Issiq havoda tanani muzlatadi. Esinglardami? Dior Home ko'lonni obzorni tushuntirgan edim. Bu muzlatilgan. Xuddi shu parfyummi, bu muzlatilgani. Hop, bu parfyumimizni 5 mg 500 ming so'm. Qaranglar, bu videoda sizlarga qiziqarli narsa tushuntiraman va tavsiya ham beraman. Siz buni xohlaysiz, Aventus Creed sepkis kelyapti. Budjet jihatdan sal baribir ortiqcha rasxod qilgingiz kelmayapti. Buni xohlayapsizmi? Montblanc Explore. Buni foydalaning. Mashina ishini почти qilib beradi. Hop, 5 mg 180 ming so'm test tariqasida olib ko'raman desiz. Juda ko'p otsev eshitganman. Sepgandan keyin, ochilgandan keyingi hidi bo'ladi. Aventus Creed bo'lib qoladi. Zo'r. Agar siz buni sepmoqchisiz, 5 gram 500 mingga baribir lishniy deysiz, ani sal bo'lsa ham shuni effektini beradigan nima bor desanglar, sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Hop. Tak, 5 gramni olamiz. Xo'sh. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, 5 gramli idishga men hozir где-то bir 2,5-3 mg solaman bu parfyumdan. 5 gram 180 ming so'm bo'lsa, bu где-то bir 100 minglik solyapman-da. Hop, buni qo'yib turamiz. Hop. Dior Home Cologne'ni bundan 2 gram nari beri solamiz. Buni xohlayapsiz, mana shu ikkitasini mix qilingandan keyin xohlasa bu ishni qilib beramiz. 90% dan juda ko'p yaqin. Hali bu ochilgandan keyin почти shu narsa bo'lib qoladi. Lekin ikkalasini ham o'zi alohida foydalansanglar bo'ladi. Sizlarga qiziqarli ma'lumot, qiziq video bo'lish uchun shuni tayyorladik. Hop, so'rashingiz mumkin. Hop, tayyorlaganingiz nech pul bo'ladi deysiz? Misol uchun, mana 5 grami 180 ming, buni 5 grami 200 ming so'm ekan. Hop, shu turishini sizlar uchun maxsus mixni 180 ming so'mga tayyorlab beramiz. Foydalaninglar. Agar bu hidni xohlayapsizlar, bu effektni, ya'ni Aventus'ning muzlatilgan variantini xohlayapsizlarmi? Sizlar uchun maxsus mix. Olinglar, foydalanib ko'ringlar.